qachoniki ehtiyot bo'laylik, shu joyga e'tibor beraylik. Alloh harom qilgan gunoh degan ishlarni halol demasa, biz u insonni kofir deya olmaymiz. Mana masalan oddiy bitta misol, o'g'irlik. O'g'irlik harom. O'g'irlik halol desa, buni men majbur bo'lsam, qilsam gunoh bo'lmaydi desa kofir bo'ladi. Zino harom, zinoni halol desa kofir bo'ladi. Yoki aroqni o'zi halol, uning kayfi harom desa kofir bo'ladi, dindan chiqadi. Aroq harommi, uni kayfimi, o'zimi, qanaqasi bo'lishligidan qat'iy nazar harommi, harom. Uni harom deb tan olishlik kerak. Shuning uchun musulmon inson Alloh harom qilgan narsalarni haromligicha tan olsin.